Harbiy dengiz floti ushbu samolyotni dengizdan tortib chiqardi va ichida nima borligini ko'rishganida ularning yuzlari qo'rquvdan uchib ketdi. Jek yaqinda dengiz floti xizmatiga kirgan edi va unga birinchi muhim topshiriq dengizdan samolyotni ko'tarish vazifasi topshirildi. Ular manzilga tezda yetib borishdi va samolyotni topishdi. Ularning kemasida kran bo'lib, u samolyotni suvdan ko'tarish uchun ishlatishlari kerak edi. Lekin bu juda ehtiyotkorlik talab qilar edi. Ularning maqsadi samolyotni butun va shikastlanmagan holda olib chiqish edi. Keyin Jek va uning jamoasi ulaj zanjirlarini olib, ularni kranga mahkamladi. Operator samolyotni sekin suvdan ko'tarib, ehtiyotkorlik bilan platformaga qo'ydi va birdan qattiq shovqin eshitilib, favqulodda chiqish eshigi ochilib ketdi. Jek va uning hamkasblari qo'rquv bilan bir-biriga qarashdi. Samolyotni ko'rish uchun ichkariga kirishga qaror qilishdi. Jek samolyotni orqasidan aylanib o'tganida ichkarida nima borligini ko'rdi. Ko'rganiga ishonch hosil qilish uchun bir necha marta ko'zini yumib ochdi. Uning yuzi oqarib ketdi va u titray boshladi. Jek aynan nimani ko'rgan edi? Ikkinchi qismini ko'rish uchun sahifamizga obuna bo'ling va izohlarda